Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam nolima aslo. Mashhur aka, avvalo hit tarona bilan tabriklayman. Alhamdulillah, rahmat. Bunaqa darajaga erishadi deb kutganmidingiz o'zi? Xonandalar har bitta qo'shig'ini kutadi shu darajaga erishishini, lekin bunchalik darajada tez fursatda, reaktiv tezlikda natija olaman deb o'ylamaganman. Yaralish tarixi qanaqa bo'lgan? Muallifi, qo'shiqni kim bastaladi? Albatta o'zimni musiqam, o'zimni so'zlarim. Ijtimoiy tarmoqlarda o'qidik, 4 yilda dunyoga kelgan qo'shiq degan faktlar. Ha, 4 yilda dunyoga kelgani, 4 yil kutilingani buni. Va o'sha kutuvlarimiz, duolarimiz samarasi Yaratganning fazli, karami ila ushbu tarona siz azizlarga ma'qul bo'ldi. Bundan behisob mamnunman, xursandman, boringlarga shukr. Qo'shiqdan kelib chiqib aytaman, erkak kishini nima sindiradi o'zi siz fikringizcha? Erkak kishini hech narsa sindirmaydi. Erkak kishini qiynab qo'yishi mumkin, ko'nglini cho'ktirib qo'yishi mumkin. Lekin erkakning matonati, Alloh bizni siylab erkak qilib yaratgan, demakki bizni haqqimiz yo'q. Unga boshimizga kelgan sinovda shikoyat qilish, faqatgina ofiyat so'rash kerak, rahmat so'rash kerak va o'sha sinovlarning yechimini, chorasini o'zidan tilash kerak. Qo'shiqdan 2 qatorni qoratdan tinglalamizmi? Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam nolima aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, uzursiz xatodan asrasin Xudo.